Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Andijon viloyati Oltinko'lga avtomatik rolslarni temir stalnigini o'rnatib berdik. Darvozamiz bo'yiga 2.65, eniga 3.75 bo'lgan. Darvozamiz orqasidan betonga, regelga o'rnatib berganmiz. Sababi 2.65 bo'lganligi uchun pastdan o'rnatilganda mashina kirish umuman iloji yo'qligi uchun orqasidan betonga qotirib berganmiz. Hozir mana ichkaridan ko'rsatamiz. Svit bo'lmaganda rushnoy holati ham bo'ladi. Katta radio blok o'rnatib berganmiz. Radio blok ichida korobkasidan ikkita pul chiqadi. Mana orqasidan ko'rinish holati. Darvozamiz bo'yi 2.65, eniga 3.75 holatda o'ziga xos uslubda garajimizga juda chiroyli holatda o'rnadi. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da yaxshi videolar chiqishini davom etadi. Hozir darvozani shuni ko'ramiz. Mana ish jarayonimiz bitdi. Akamizga pultini topshiryapmiz. Oka, ish haqida ikki og'iz ma'lumot berib o'tasiz. Bosishingiz shart emas, gapirsangiz bo'ldi. Avtomatik davozaga zakaz oldim. 15 kun tashkilamiz, 10 kun tashkilamiz. Ishlari sifatli ekan, yaxshi ekan. Sizlarga ham qilishni qo'ydirishingizga tavsiya beraman. Aka, salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rishaylik.